Liksiyalarına davamlaştırmaz hürmetlik vatandaş. Bugün çislağa 2021 yıl 8. ayının 1. günü. Endiki mavzumundaq. Jungo, Rusya, O'rta Osiyoda harbiy manevr o'tkazib, Afg'oniston vaziyatiga taqobil turmoqchi bo'ldi. Rusya fursatdan foydalanib ta'sirini kengaytmoqchi bo'ldi. Mavzuli xabar 8. ayning 1. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar undaq boshlandi. Moskva, Jungo bilan Rossiya va Jungo O'rta Osiyo davlatlari bir qator harbiy manevr o'tkazib, Afg'oniston vaziyatiga taqobil turmoqchi bo'ldi. Rossiya harbiy taraf askar qabul qilish e'loni chiqarib, to'xtamliq askar elib, Afg'oniston bilan chegaralar bilan tutishadigan Tojikiston chegaralariga o'rinlashtirdi. O'rta Osiyo davlatlari yuqori darajaliklar yig'ini ham tez arada chaqiriladigan bo'ldi. Rossiya bilan Jungo Ninshoda harbiy manevr o'tkazdi. Rossiyaning asosli kuchlari aeroplan chiqarib qatnashdi. Kichik mavzu. Rossiya harbiy taraf 7. ayning 30. kuni mundaq ko'rsatdi. Rossiya armiyasi 8. ayning 9. kunidan 13. kunigacha Jungo Ninsho Qingtongsha rayonida o'tkaziladigan birlashma manevrga qatnashishga tayyorlik qilyapti. Jungo e'lon qilgan xabarda ikki taraf 10,000 kishilik askariy qism chiqarib manevrga qatnashtirdi. Jungo davlat mudofaa ministri Wei Fenghe bir necha kun ilgari Tojikistonga ziyorat qilib va u yerda o'tkazilgan Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat mudofaa ministrlari yig'inida qatnashdi va Rossiya davlat mudofaa ministri bilan ko'rishdi. Jungo va Rossiya g'arbiy shimol rayoni Ninshoda harbiy manevr o'tkazdi. Rossiya davlat mudofaa ministri 8. ayning 13. kuni atrofida taklif bilan Jungoni ziyorat qildi. Bu vaqt dal Afg'oniston vaziyatida o'zgarish bo'ladigan vaqtga to'g'ri keladi. Rossiya va O'rta Osiyo matbuotlari munda xabar qildi. Taliban qurolliqlari navbatda Afg'oniston, Tojikiston chegarasini butunlay tizginlab bo'ldi. Jumladan Uyg'uriston, Xinjiang bilan tutishadigan Wuhan koridorini tizginlab bo'ldi. Jungo Rossiya Ninsho harbiy manevr o'tkazadigan o'xshash bir vaqtda O'rta Osiyo davlatlari va Rossiya Afg'oniston chegaralariga yaqin bir joyda harbiy manevr o'tkazishga boshladi. Tojikiston, O'zbekiston harbiy qismlari hamda Rossiyaning Tojikistonda doimiy turishliq 221 quruqliq armiyasi diviziyasi 7. ayning 30. kunidan boshlab Tojikiston, Afg'oniston chegara rayoni, ya'ni harbiy manevr rayoniga o'rinlashtirildi. Bu manevr 8. ayning 10. kunigacha davomlashadi. O'zbekiston bu qatam harbiy manevrga harbiy aeroplanlarni qatnashtirdi. Hamda O'zbekiston alohida qismlari Tojikistonga kirib harbiy manevrga qatnashdi. Davomini anglaysiz, vatandosh.